Bizaga video murojaat keldi. Ya'ni emulsiya devorga sepilgan holatdan keyin dog' bo'lib qo'ygan, oq dog' bo'lib qo'ygan, ya'ni seri sepilgan bo'lsa, oq dog' bo'lib qo'ygan. Shuni hozir Nigora opam texnologdan so'raymiz. Nigora opa, bu qanaqa holatda shunaqa dog'lar hosil bo'ladi? Ayrim hollarda masterlarimiz emulsiyani tavsiya qilingan normasidan ortiq darajada suyultirib yuborishsa, 10-15% dan yuqori darajada suyultirib yuborishsa, shunaqa holatlar yuz berishi mumkin. Albatta, endi uni boshqa bir yana sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, suvni pH darajasi o'zgargan bo'lishi mumkin o'sha holatda, masalan. Devorni bazasi, ya'ni gruntovkaga tayyorlash jarayonida nimadir kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin bugun biz to'xtaladiganimiz asosiy sabablardan biri o'sha normadan ortiqcha suvni ko'p sovurish. Shu olib kelishi mumkin. Nigora opam, o'zingizlar eshitdinglar, standart bo'yicha 10% dan oshiq suv qo'shish kerak emas. Suv qo'shganda ham distillangan toza suv qo'shish kerak. O'shanda quyidagi muammolar kelib chiqadi.